Один раз, два раз делите, сразу не надо так. Ой, хорошая, давай. Anamiz ketay o'zim. Siz mazangiz qochsa, meni ham mazam qochadi, aynan. Siz yana 2 yil yashashingiz kerak. Больше не хочу. Нет, нет. Не хочу я больше. Yo'q, kulayotganim yo'q. Nima? Qiliq qilyapti-da, bunaqa qiliq qilyapti. Shunga kulyapti. Еще 2 года жить надо, моя хорошая. Я дом хотела покупать, машина хотела покупать. Давай. Ну, долго будем жить, хорошо. 90ga kirgan bechora. Sen mani dardim. Я больше не могу. Не могу. Нет, чуть-чуть осталось уже. Не могу. Нет, целый день потом лежать будете, моя хорошая. Давай. Manga ozgina yetishmaydi, aka. У меня голова не работает, да, бабушка? У меня голова не работает, да? Давай. Нет, чуть-чуть осталось. Bobobga beraveraman yo'qolsa kashangizni. Bobobga beraveraman kashangizni yo'qolsa yemasangiz. Ol, bobob. Что бы для тебя делала? Все. Не надо лежать, хорошо? Сейчас кофе дам. Кофе будете? Кофе не буду. Почему? Не буду. Почему? Кофе тоже не хочешь? Не хочу. Не горячий, давай чуть-чуть. Вот. Нет, не могу. Кофе не могу. Нет, не могу. Угу. Угу. Нет, не могу. Давай 2 ложки. Нет, не 2 могу. ложка, давай. Нет, не могу. Не могу. 2 ложка. Нет, не могу. Поставим туда или заберем? Поставим? Nima kulasizlar? Kulmani. Издеваться не делаете, да? Думаешь, я понимаю, что ты говоришь? Ну? Самая красивая у меня бабушка. Ой. Да. Да. Красивая. Красивая. Ой. Все. Не надо лежать. Сейчас каша съела. Вставайте. Вставай. Ну что же? Со мной поговорите, пожалуйста.
У вас температуры нету, давление нормально. Что Ну, ты кашель. кашля, да, кашля. Никогда не сделала такой первый раз, да? Мгм. Мгм. Первый раз. Мгм. Пописала, как ребенок. Везде мокрый. И мокрый. Везде мокрый, да. Ай, не могу. Ай. Ertalab siyib qo'yibdilar-da. Это что? Ne, вам не говорю. Ertalab siyib qo'yibdilar. Hamma yog'i siyganlar. Men uxlayapti deb uyg'otmagan bechora. Rosa yaxshi kampirim mana. Kampirim rosa yaxshi. Ertalab uxlayapti, bezovta qilmay deb. Kechqurun uxlamadikda, davleniyasi ko'tarilib ketdi. Davleniyasini o'lchadim. Keyin tabletkalarni berdim. Qaradim, nima qildim? Nima bo'lmadi. Keyin ertalabga yaqin uxlaganim uchun aytayaptiki, nima uyg'otgani deydi, sani nima qilmadim, bezovta qilmadim deydi. Hamma yoqqa siyib tashlagan. Hozir hamma narsani aralashtirib, prostine podaniyanini aralashtirib, endi o'zi nima qilyapman? Pampers kiydir. Yo'q, bu pampers kiymaydi. Bu pampers вообще kiymaydi. Endi nima mazasi qochgani uchun gripp bo'ldi-da, men ham gripp bo'ldim, bu ham gripp bo'ldi ikkalamizdan. Sen yutmishga kirsang siyib qo'ysang kerak. Yo'q, men siyib qo'ygan hech narsa demayapti. Siz hozir yetishmaydim jon aka. Prosta aytyapman, o'sha hozirgi paytida gripp bo'lgani uchun siyib qo'ydi deyapman. O'zi yurib chiqadi. Bu umuman nima qilmaydi. Qancha oylik olasiz, молодецsiz deydi. Salom zo'rsiz, masha. Сразу. Я не понимаю. Lejit tegdi. Hozir yotqizay. Всё. Все. Да. Bechora gripp bo'lsa yomon bo'lar ekanda. Biram chiroyli babushka. 90ga kirganimiz ham asal meni babushkam. Da babushkam. Meni babushkam asal 40ga kirganimiz ham. Babushka, masha. Mana hamma yoqqa siyib tashlaganlar ilishtirdim. Kampir onasi bu ham. Kimnidir onasi bu ham. Siz nima deyapsiz? Tavba qildim. Men nima qildim? Shu qarayotganimga menga pul beryapti. Men hech narsa deyotganim yo'q, jon aka. Qarayotganim uchun menga pul to'laydi. Nima dedim? Biron nima dedimmi? Prosta qiliq qilyapti. Kashayib qiliq qilyapti. Menga nima qiliq qilyapti. Shuning uchun men kuldim. Hattoki men qaraganda hech kim unaqa qara olmaydi. Men bor o'zim onamga qaraganda qarayman buni. Yig'lasa yig'lab, tursa turib. Kechasi bilan uxlamadim, davleniyasi ko'tarilib ketdi. Qanchalik olasiz zo'r-ku deydi. Mashacha, necha pul olasiz, Masha? Hozir ishing yopay, to'xtab tur. O'zimga ham mazam yo'q. Sizni ko'rib
yetib uxlasay mazay bo'lmaysa gosti ko'taring deydi. Gosti Azarla kvartirasi yaxshi ekan. U kvartirasi вообще cho'tki, yaxshi ham gapmi? Cho'tki aka. 5 xonali kvartira. Bunaqa kvartira uncha-munchasida yo'q Rossiyada. Masha jonim yaxshimisiz deydi. Yaxshi rahmat. Salom alaykum. Доброе утро. Balo deydi. Bolalari qaramaydimi? Bolalari ikkitasi Nyu-Yorkda yashaydi, Amerikada yashaydi. Ikkita qizi bor. Bitta o'g'li, bitta kelini bor. Shu yerda menga oylik beradi, menga produktda qilib beradi. Shunaqa. Og'riq bormi deydi, og'riq yo'q. Oilali ayolmisiz deydi. Oilali ayol bo'lmasam uylanasizmi aka? Zebatam qildingiz boyatdan biri. Seks kim bilan qilasiz? Dadang bilan qilaman, dadang bilan. Dadajoning bilan qilaman. Senlarni xonavayron qilish uchun, kafangado qilish uchun seni dadajoning bilan qilaman. Ha, dadam menga pullab kelib bosib beraveradi. Men dadamga beraveraman. Keyin men boy bo'lib ketaverman, senlar kambag'al bo'lib ketaverasanlar. Zebatam qilasan, kim bilan qilasiz, kimga berasiz? Pux qo'ymasmi senlarga? Kimga beraman, kimga bermayman? O cho'tta orasidagi meniki. Xo'xlagan odamimga beraman-da. Ular o'zingdan qoning kizu. Ko'ryapsan, kampir qarayman. Men senga beradigan ahvoldamanmi? Ular. O'zimni buqimga o'zim o'rmashib yotibman ular. Hay fe'l qilmang deb. Bu odamni kimga berasiz? Kim bilan qilishasiz? Kim bilan aytarishasiz? O'l og'zingdan qo'ling kelsin juvonnama. Mana qilishadigan narsalarni mana shuncha turib ishlarim bor meni. Qilaman deb kelsa ham ish qildiraman. Oldisini chalib menga yordam ber deb. Asabiylashmang, hammasi yaxshi bo'ladi deydi. Ko'chaga chiqsangiz o'zi o'tiradimi kampir deydi. Bugun menga выходной, menga круглый sutка. Men ketgan ham hayronman, ketmagan ham hayronman. Mazasi yo'q. Bolalari kechqurun keladi. Ertalab kelmaydi. Mana hozir kashasini berdim, obedga hech narsa yo'q. Misol ko'chaga mana nimaga yurib chiqaman desa, yiqilib tushdi, tamom. Mashajon ishsiz qoladi. Men aytaman bunga. Ya'ni yashab bergin, bir 2 yil, 3 yil yashab bergin desam, shu mazasi qochaveryapti. Yaxshi qarasam, yaxshi yedirsam, cho'miltirsam, yaxshi gapirsam, kechalar uxlamay parvona bo'lsam, yana mazasi qochyapti og'a. Men qachon bu Toshkentda Avonsaroyda 3 xonali kvartira olaman? Men qachon bir tagimga mashina olaman? Aytinglar-chi. Bu qayerda dedi, onangni omida. Voy billah. Hamma nima g'amda, sen nima g'amda biladi. Qimmatroq ber omingga deydi. Tufon beradi deydi. Tufonga berib ko'p yig'lama, sevib qo'yasan deydi. Dilam bazam bobo, jonimi bazam bobo. Dilam bazam bobo, jonimi bazam bobo. Voy xudoye. Aytadi, sen deydi shunaqa niyat qilasan masha deydi-da. Sen 2 yil yashab ber menga deysan deydi. Xo'p, men 2 yil yashadim deylik deydi. Nishta qaridan nishta yosh oldiy o'tib ketyapti deydi. Ha, sen o'zingga ham menga ham umr tilagin deydi. Yetdim deganingda yiqilmagin deydi. Mendan oldin sen o'lib ketsam men nima qilaman deydi. Yomon bu shun kampir. Nimasi miyasi joyida buni. Rahmat kattaga. O'ta yomon siksin deydi. Sen o'zingga davera yo'qmi? Saniki ishlamaydimi? Bir joyga borsang ham o'ta yomon qilsin deysanmi? Sen erkakmi yo ayolmi?
Va bir joyga borsani ham, guruh nimaga, jalobga borsani ham, og'aynim, qizim desammi? Tolboyoq bilan. O'zing erkakmisan? O'zing erkak emasmisan? Ah. Rostda o'ta yomon qizimmish. Erkakmisan bilan, dalboyoq bilan. Bir joyga og'ayning bilan borsang ham, og'aynim, qizim, men tomosha qilaman deb. Ha? Men tomosha qilsam o'g'limin deb. Sen nima? Ina ko'ra kino ko'rib qo'y. Kinolar zo'r-zo'rlari. Men aytaman, qaysi saytda zo'r-zo'r kinolar bor. Shtir-shtir, shipoq-shipoq. Shuni ushlab turib. Oh my god, anas. Tan 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 tan. Bizga faqat sog'lamiz deydi. Nimani sog'lasiz? Nimani sog'lasiz? Qo'taq deydi. Ayt deydi. Nimani aytay? Haylaki bu yosh bola ekanda hali. Bu yosh bola ekan, to'g'ri yosh bola ekan. Monsterni ayol varianti bu deydi. Unangni omi deydi. So'kinma naqoy bila, so'kinma, og'zingga beraman o'zi. Mana buni tiqib olaman, mana cho'chag'ing teshigiga. Masha yomon siqishasiz a deydi. Menga unaqa har xil gap gapirib, meni tarbiyamga ta'sir qiladigan gaplarni gapirmaylar. Men yaxshi ayolman. Menga unaqa har xil gaplaringdan gapirmaylar. Tushundinglarmi? Ertaga men buzilib ketib, ko'chaga chiqib ketadigan bo'lsam, senlar menga aybdor bo'lasanlar. Men qo'y og'izdan chopamagan qiz bo'lsam, menga unaqa har xil gap gapirib, meni tarbiyamga ta'sir qilmaylar. O'sirgim qistab ketishdik. Men seni seviram dedi. Men ham seni seviram. Unaqa deb gapirmaylar. O'lib qolsam sizda aytayin deydi. Qanaqa gaplar tarbiyani buzmaydi deydi. Только shtir-shtir shipoq-shipoq. Только shtir-shtir shipoq-shipoq. Только shtir-shtir shipoq-shipoq. Shtir-shtir shipoq-shipoq. Shtir-shtir shipoq-shipoq. Bo'lsa bo'lsin, yo'q bo'lsa yo'q bo'lsin, onasini emsin. Bor-ku. Bizsa bo'lsin. Biz yo'q bo'lsa bo'lsin, bizsa yo'qsa yo'q bo'lsin. Sen beni derdim, qanday ko'tardim, bilmay aldandim. Seni deb, sen beni derdim, sen deb o yilga qaradim, seni deb dunyo tanidim. Milyonlab kamida bila obro'ying bo'lsa, puling bo'lsa-yu, hamma yoningda. Kambag'al bo'lsang hech kimga kerak emas ekansan. Mening bo'y bo'lishni xohlayman. Yonimda qator dugonam bo'lishni xohlayman. Ha. Nima desam, meni gapim egri bo'lsa ham to'g'ri bo'lishni xohlayman. Oq qora desam ham qora bo'lishni xohlayman. Ha. Yo bu oq demasin. Mo qora ekan desin. Qondim ichiga deydi. Shu qo'shig'i aytsam Zeybal videosi esimga keladi deydi. Ha? Qayerdansan deydi. Menmi? Men o'zimni tanishtirsam, asli O'zbekistondanman. Kelib chiqishim G'irt qishloqdan chiqqanman. Yer chopib, ketmon chopib, bolgarskiy, pomidor, baqlajon, lula, keyin yana nima, makajari, ashnaqalarni qilib katta bo'lgan qizman. Endi bir taqdir taqozo qildi-da, Rossiyaga shuna tushib qoldim. Shu 6 yil, pashta 6 yil bo'lyapti Rossiyada kampir qarayman. Ha. Xudoga shukr, hammasi yaxshi menda, hammasi zo'r. Ha. Xavotir olmasam ham bo'ladi. Men biror marta shtir-shtir shipoq-shipoq haqida pul topmaganman. Men kampir qarab pul topganman. Men oz bo'lsa ham maladi deb kamini bersa ham g'amini bermasin deydi-ku. Ha. To'ylar bo'lsin, ekson bo'lsin, boylar ko'paysin, lekin o'lim bo'lmasin deydi-ku. Kasallik ko'paymasin deydi-ku. Shu. Hammamiz o'lib ketamiz. Ha.
yig'ib terasan, mol dunyo to'playsan, qasr uy qurasan, bir kuniki hammamiz ketamiz, lekin o'lmaymiz deb yashaysizlar. Mana ichinadagi mana hammamiz vitamin emas, hammamiz o'zingizcha ishingiz zo'r, hamma narsa chotki, hamma narsa zo'r bo'lsa, xuddi o'lmaydiganday yashaysizlar, lekin pip-pitib o'lib qolasizlar. Bu jon omonat. Bu tana jondan chiqqandan keyin sen hech kimga kerak emassan. O'ldingmi, kechqurun o'lib qolsang ham lampochka tutib bir kun kelaylik, ulug'lar uyda qolib ketmasin deydi. Chunki sen o'lganingdan keyin joning chiqqandan keyin sen hech kimga kerak emassan. Men seni sevaman, o'laman, kuyaman, sensiz yasha olmayman deganlar ham, seni yoningda turaman, jo'ramsan deganlar ham oldinga kirgani daji qo'rqadi. Oldinga kirgani qo'rqadi. Daji o'ligingning ustiga kirgani qo'rqadi. Sen shuni bitta bilib olgin. Men to'g'ri gapiraman, jinni ketdi gapiraman, har xil ishlarni qilaman misol efirda, lekin hayotda boshqacha insonman. Bu xarakterim faqat aktiv uchun unaqa deb prostalik nima deydi, salla qanday menga atvet bersalaring, men ham sizlarga shunday atvet beraman-da, tushundilaring. Lekin shu ichimizda ichi qoralar bor, shu ichimizda baxil insonlar bor. Shu ichimizda. Lekin o'shalarni biri ikki bo'lmaydi, senlar bilib olgin. Ertaga kimga qilyapsan, Xudoning oldida javob berasanlar. Senlar o'ylama, men qilyapman, ko'rmayapti, bilmayapti hech narsani, lekin men ko'rmaganim bilan yoki boshqa insonlar senlarni qilayotgan qilmishingni ko'rmayotgan bilan Xudo ko'rib turibdi. Senlar oddiy turpoqdan, men ham oddiy turpoqdan yaralganmiz, turpoqqa aylanamiz. Shuning uchun bir kishi bo'layaptimi, bo'layotgan bo'lsa xursand bo'lgin. Xudo menga ham bersin degin.